Qo'chin! Bugungi yig'ilishimizdan maqsad mana bu. U tezligi bilan shaharda mashhur. Uni ustomonlik bilan qo'lga olishimiz kerak. Uni qanday qo'lga olamiz, komissar? Menda rejani originali bor. Komissar, biz belgilangan joydamiz. Miyada meni adetan zapret qillaring. Aka. Anjanga aka. Hamma Anjangami chiqish? Ha, bo'ldi, Sergelida olamiz posilkani. Subyektimiz bilan komissar. Va bashnani keyin urasan, lordni oldiga keyin kiriysan. Yeminni o'taman deydimi? Somsaxonaga sovut qilaman. Qo'rqma qo'yag'lar. To'xtating, qusvona bo'lib. Javob qo'yag'lar, hali bozorchaga yetganimiz yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Bilasizmi, sevgim bamisoli quyoshdir. Voy sochim. Ana quyosh charaqladi. Aka buni juni ko'p, o'shani istaymiz ko'nyapti. Kelishtiring. Aka juni yo'q, bu istaymiz. Bo'lish 5 million aka. 500 ming aka, roziman. Aka senga qusvonaman. Kim o'tirish qo'yag'lar qo'l kelib ketdi. Qoch yo'ldan. Nima qilyapsan, Bari? Tabriklaymiz. Ye, medalmi? Bu natijaga qanday qilib erishdingiz? Apayga bo'lyapti-romidi? Men nahorga oshga kech qolmaylik deb bosib kelyapti. Kubotingizga nimadir sport uskunalarni o'rnatganmisiz? Ay yo'q, bu mashinaga shunchaki Aka qanaqa moy qo'y? har doimgidek Mannol moyida qo'yag'i. Hammaga mana shu moydan tavsiya ber. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Rangi ham o'zgacha. Hozir quyasan-ku, mashina o'chirib yuboradi. Quying. Mannol moydan quyganman. Ey, doğru o'ldirib ketdi. Ali, rejani boshladinglarmi? Nimcha qilyapsanlar? Tug'yapsanlarmi? Samarqandga kelib qo'yibmiz, hozir Anjanga olib borib qo'yaman.